Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni yangi podpischiklarim, mana unda pikniska degan bir texnika bor. Bu pikniskada sizlar 50 metr, 100 metrgacha yuqori balandlikka ko'tarib bemalol ishingizlarni qilishingiz mumkin. Hozir mana shu pikniskada men zavodda eng baland yuqori nuqtasiga ko'tarilyapmiz. Men sizlarga mana shu yuqoridan balanddan zavodimizning ko'rinishini sizlarga ko'rsatib o'taman. Hozir ko'ramiz qanchalik balandgacha ko'tarila oladimiz. Mana shu ko'rayotgan zavodimizning orqa ko'rinishi xuddi bir 50 gektar yerni tekizlab, bu yerga biz hovuz qilib, bu yerda suv qamab baliqxona qilinadi. Kelajakda mana u bizni qurilayotgan zavodimiz bitgandan keyin mana shu hovuzning atrofiga har qanday dam olish joylari, maskanlar quriladi. Bu yerda mana o'z zavodda ishlayotgan ishchilarimiz dam olish kunlari bu yerga kelib, hovuzning bo'yida, suv bo'yida baliq ovlab, suvda cho'milib dam olishadi. Mana u bizning zavodimizning eng baland yuqoridan ko'rinishi. Qariyb zavodimizning territoriyasi 100 gektar yerni egallagan. Mana zavod ustida ham ish yurib boryapti. Bugun havo biroz sovuq bo'lsa-da, zavodimizda bu yerda ish hali ancha qizg'in ketyapti. Mana bu ko'rganingizlar bizning ko'tarildik. Zo'r bo'lsa yana ko'taramiz. Qanchalik like bossangizlar, shunchalik balanddan sizlarga ko'rsatib boramiz. Biz bilan bo'ling, Beshkent TVda qoling.